Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun sizlar mana shahar eng горячий точкаларida mana oqshom to'yxona. Mana bu yo'l. Mana bu yangi qurilgan dom, mana bu pedinstitut. Mana shu oqshomning yoniga joylashgan mana shu zdaniya. Buni ustini ochib, dalish ko'tarsa bo'ladi. Fasadi 11 metr. İchkariga uzunligi 24 metr. Hozir ichkarisini ko'rsataman. Oldilari mana bruschatka bo'lgan. Mana shu liniyadan ketgan. Kadastrga kirgan. Mana shu liniya bilan bir qilib chiqarsa ham bo'ladi oldini. Balandligini ham agar chiroyli bo'lsin desa mana shu bilan bir qilib yoki dalishni ham ko'tarsa bo'ladi. Oldini bunday balkon qilinadi, chiroyli qilib tepaga o'tirayotgan stollar qo'ysa, вообще vid bo'ladi. Ikkinchi etaj masalan restoranda ochiq zona bo'ladi mana bu yoqqa. Balkonli zona bo'ladi-da. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoit bor. Endi kanalizatsiya o'zimizning kanalizatsiyada yama. Mana kirishdan xonaga bunday qilib remont qilib qo'yilgan. Rang yomon chiroyli tanlangan ekan. O'zimga yoqdi. Mana attenkalari ham chiroyli. Mana bu kirishni chiroyli qilib o'tiradigan zona qilsa bo'ladi. Mana bar qilib fast foodmi как раз vaqqa mana institut bor. O'quvchi juda ko'p. Hozir hamma shaqqa talab bo'lyapti, yer yo'qmi deb. Mana shu joydan olsanglar, mana shunday bir qadam o'tadi, kiradi. Mana bu ovqatlanayotgan joy chotki soqqa qilsa bo'ladi. Faqat ishlatish kerak. O'zi tayyor turibdi. Mana kichkina barcha qilingan ekan. Menga qolsa mana shunaqasiga uzun qilib razdacha qiladigan, ham ichiga pishiradigan qilib ham qilsa bo'ladi. Fast food bo'lsa agar. Endi bu hozir kelgan fikr. Atak boshqa narsalar ham qilsa bo'ladi. Ofis qilsa bo'ladi bemalol. Baqqa endi eng zo'r biznes bo'layotgan yotoqxona, tippasini masalan mehmonxona, yotoqxona qilib qo'ysa, qizlar, ota-onalari keladi, yotadi. Baqqa kirishga mana yana bitta xona. Tippalari mana plastik qilingan. Tashqariga yana hovlisi bor. 11 metrga 24 metr. Mana shu devorgacha. Pol ustini ko'tarsa bo'ladi. 3 etajmi, 4 etajmi, 5 etajmi xohishga qarab. Hozircha mana kelib turgan ideya tippasini yotoqxona, mehmonxona, gostinitsa bag'am masalan alohida nimadir qilsa bo'ladi yoki kafe bo'layotgan bo'lsa, baqqa ham qilsa bo'ladi. Joy pishiradigan joy. Mana shu oxiri. Ventilyatsiyalarga ham joy qoldirilgan. Tippasini ko'tarib mehmonxona qilsa ham bo'ladi. Chotki biznes bo'ladi. Telefon raqam yozib qo'yamiz. Telefon bilan aloqaga chiqasizlar. Telefon qilsanglar gaplashamiz. Obuna qil, like boss, o'zingga ko'ngil. Bizning yo'limiz qonuniy, hech narsa nojo'ya ko'ngil. Keshuri verso number 1.